Sure Mücadele tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Allah hakikaten eri toğrusu da sen bilen münazirleşken ve Allah'a şikayet kıygan ayalının sözünü anladı. Allah ikkinlarının sözünlerini anlap durdu. Allah hakikaten anlıqçıdır, körgüçüdür. Sizlerden ayallarını zihar kılganlarının, yani ayallarını anınlarının uççularına okşaş digüçilerinin ayalları ulanın anıları emestir. Fakat ulanı tukkan ayallarla ulanın anılarıdır. Halbuki ula yani zihar kılgıcılar elbette yaman sözünü, yalgan sözünü kıldı. Allah şek şübhisiz ki tevbe kılgıcını afu kılgıcıdır, mağfiret kılgıcıdır. Ayallarını zihar kılıp andın kılgan sözüge, yani zihar kılganlıqıga püşayman kıyganlar, ayal ikkisi yakınçılık kılıştın ilgiri bir kulunu azat kılış lazım. Bunun bilen sizlerge vaz nasihat kılındı. Allah sizlerinin kılıvatkan işinlardan toluk haberdardır. Azat kılışkı kul tapalmagan adam ayalı bilen yakınçılık kılıştın ilgiri o da 2 ay roz tutuşı lazım. Qerilik yoki kesellik sebebi bilen roz tutuşqa qadir bolalmagan adam 60 miskinga bir vaqt tamoq berish lazım. Bu ahkam Allah ve onun payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allah'ның qanunudur. Bu qonunni inkor qilguvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. Şübhisizki Allah bilen ve onun payg'ambari bilen qarshilashganlar ulardan burunqilar halok qilingandek halok qilindi. Biz haqiqatan halal, haram, farz ve ahkamlarni o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nozil qildik. Kafirlar har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. U kunda Allah ularning hammasini terildirdi. Ularning dunyodagi chog'da qilgan qilmishlarini aytib berdi. Allah ularning qilmishlarini nam-amaliga xotirlab qo'ygan. Ular bo'lsa unutib qolgan. Allah hamma narsani kuzatib turguchidir. Allah'ның osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini bilmamsan? 3 odam pichirlishidigan Allah ularning 4-chisidir. 5 odam pichirlishidigan Allah ularning 6-chisidir. Mayli uningdan az yoki ko'p odam pichirlashsin, ular qayerda bo'lmasin, Allah hamon ular bilan bildidir. Ondan qiyomat kuni ularning qilmishlarini Allah ularga aytib berdi. Allah haqiqatan hamma narsani to'liq bilguchidir. Pichirlashdan mani qilingan, ondan mani qilingan narsaga qaytgan kishilarni ko'midingmi? Ular gunoh bilan, zulm bilan va payg'ambarga qarshi turish bilan pichirlashidi. Ular sening yeniga kelganda Allah sana salom qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Ular o'z ichida Allah nimishqi bu so'zimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Devzax ularga kifoyadir. Ular devzax kirdi. Devzax nima degan yomon joy? Ey mu'minlar, sizlar pichirlashsanglar gunoh, zulm ve payg'ambarning amriga xiloflik qilish to'g'risida pichirlashmanglar. Yaxshilik va taqvodorlik to'g'risida pichirlashinglar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Sizlar uning dargohiga yig'ilsizlar. Gunoh to'g'risida pichirlashish mu'minlarning qayg'uga solish uchun shayton tarafidan bo'lgandir. Bundaq pichirlashish Allah'ның irodasi bo'lmasa, mu'minlarga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ey mu'minlar, agar so'rinda ba'zilar sizlarga o'rin chiqarib beringlar desa, o'rin chiqarib beringlar.
Allah sizlarga rahmatini va jannatini kengaytib berdi. Agar sizlarga boshqalar o'rin bo'shatib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa, o'rninglardan turib beringlar. Allah sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Ey mu'minlar, payg'ambar bilan maxfiy so'zlashmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan yo'qsullarga sadaqa berib, ondan so'zlashinglar. Bu sizlar uchun yaxshiroqdir va pokroqdir. Agar sadaqa qiladigan narsa topolmasanglar, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Chunki Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sizlar Rasululloh bilan maxfiy so'zlashishdan ilgari sadaqa berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Sizlar sadaqa bermadinglar. Allah sizlarni afv qildi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Qilayotgan ishinglardan Allah to'liq xabardordir. Allah'ның g'azabiga uchragan qavmni do'st tutgan kishilarni ko'rmadingmi? Ular sizlargami va u qavmigami? Ular sizlargami va u qavmgami, ya'ni Yahudilargami mansub emas. Ular bilib turib yolg'ondan qasam ichdi. Ularga Allah qattiq azob tayyorladi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular yolg'on qasamlarini qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ular har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularning mollari va bollari ularga oxiratda bo'ladigan Allohning azobidan hech narsani dafi qila olmaydi. Ayni shular ahli davzaxdir. Ular davzaxda mangu qolg'uchilardir. U kunda Allah o'lganlarning hammasini terildirdi. Ular dunyodagi chaqlarda biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichdi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Agah bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchidir. Ularning ustidan shayton g'alaba qildi. Shayton ularga Allohning zikrini unuttirdi. Ular shaytonning qo'shunidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shuni ziyon tortquchilardir. Shubhisizki, Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashquchilar eng xor insonlar qatoridir. Allah lavhil mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari ya qarindoshlari ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'maysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ayni shularning dillarida Allah iymonni mustahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Allah ularni ostidan o'stanlar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Allah'tan ularni memnun bo'ladi. Ayni shular Allohning qo'shunidir. Bilinglarki, Allohning qo'shuni maqsadga erishguchilardir.